Bugungi obzorimizda Lada Vesta. Do'stlar, Lada Vesta'ning eng fulli avtomat korobkasi. Xo'p, podograf sidenlargacha bor, klimat kontrolgacha bor. Ichlarida monitorlari, xullas eng fulli hisoblanadi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan bu Lada Vesta'miz benzinda harakatlanadi. Yurgan probegi 129 ming. Buni puliga to'g'risi nima deydi? Bir Spark'ni zo'rni ham olib olmaysizlar. Videoni oxirigacha kuzatinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Salonlarni bitta ko'rsatib yuboring. Salonlari vobshe zo'r holatda turibdi ekan. Olasizlar, xullas minasizlar, motorlarida, hadovoylarida vobshe ish yo'q ekan. Ko'ryapsizlarmi? Multimedia rul, monitor, klimat kontrol, avtomat korobka, xo'p, yomg'irda yurish tizimlari bor ekan. Avtomat ko'ryapsizlarmi? Xo'p, sidenalar isitadi. Do'stlar, orqa bagajiga keladigan bo'lsak, orqa bagajini qarang. Juda ham keng ekan, vobshe keng. Ko'ryapsizlarmi? Yashillari, xullas ham shtorkalari, ko'ryapsizlarmi? Bunday qo'yasizlar-da, bozor uchoranglarni shunda olib kelib qo'yib, maza qilib olib ketaverasizlar. Xullas, narxini aytgan ko'p gapiravermasdan deyapsizmi aka? Narxini aytib o'taman. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta dona mana shu Krillosda fitnessi bor ekan. Sizlar uchun arzon birovda arzon narxda $7700 ga qo'yib beramiz. Bosinglar.